Mashinkani zo'ridan so'raganmidingiz? Bitta shunaqasidan olib qo'ydik. Olishlariga e'tibor bering, oborotlari juda ham tez. 3200 oborotli. Bitaniyali qo'y mashinka so'raganmidingiz? Bitta shunaqa originaldan ko'rsataman. Videoga like bosib qo'ying, bo'lmasa boshladik. Ubay brendidan original qo'y mashinkamiz. Garantiyasi 1 yil garantiyasi ham bor. Blok bitaniyali bo'ladi. Blok bitaniyasi ham 36 voltli katta blok bitaniyadan bo'ladi. Motorlari beshsochli, oboroti juda ham tez. 3200 oborotli. Polностью korpuslari metal korpusdan ishlangan. Kuniga bemalol 100 ta 150 ta qo'ylarni shing'illatib ortishaverasizlar. Xo'p, tishlariga e'tibor beramiz. Original 2 yonga qayrilgan tishlardan qo'yilgan bo'ladi. Narxini 2 million 100 ming so'm qilib beramiz. 2 million 100 ming so'm ichida komplektiga nimalar qo'shib beramiz? Birinchi o'rinda original o'zini zapaschidan qo'shib beramiz. Perchetkasi, ikkitadan moylari, kulich, ish pressigacha bor. Polностью naborlar bilan narxini ataga 2 million 100 ming so'mdan qilib beryapmiz. Videoga like bosib, kanalga podpiska qilib qo'yasizlar. Pastda nomer qoldiraman, aloqa chiqarasizlar. Ko'pchilik mijozlarimiz beradigan savollardan bittasiga javob berib o'tib ketaman. Qo'yimiz kir yoki qo'y tikani bo'lsa yoki qo'yimiz ozg'in bo'lsa, olsa bo'ladimi degan savollarga. Xullas, bu mashinkaga qo'y bo'lsa bo'ldi. Любой turini kiri bo'ladimi, qo'y tikani bo'ladimi, shovullatib olib ketaveradi. Qo'y mashinkani originali, garantiyasi 1 yil bo'ladi. Xullas, pastda nomer qoldiraman. Videoga like bosib, kanalga podpiska qilib, pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Videoni kengroq, qo'y ko'p tanishlarga jo'natib qo'yasizlar.